أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Tefsirul Celaleyn'den Bakara suresinin 212. ayete keldik. Allah'ın intibatı bilen. İlgirki ayetlerde Allah Teala biz 6. sayet okuyan ayette İslam diniga müminlerniki umum yüzük kirişi haqida bir Allah Teala'nınki buyrug'aligi so'zlangan. İslam dinini e, bir qismini qabul qilib, bir qismini qabul qilmaydigan manda holat emas. Balki islom dini umumyuzlik bir butun holatda qabul qilishniki zarurligi so'zlangan edi. Endi bugun o'qiydigan ikki oyatda bo'lsa, Alloh taolo endi shu insonlarning payg'ambarlarga e, nihoyatda qattiq hojatmand ekanligini bayon qiladi. Va ularniki payg'ambarlarniki yo'l ko'rsatish bilan to'g'ri yo'l topishniki insonlar uchun bir zarur ekanligini. Shundoqla payg'ambarlarning da'vatiga imo etgan Allohning birlik borligiga shu tavhid e'tiqodi bo'lgan mo'minlarningki ba'zida shu qattiqchilik qiyinchiliklarga nurg'un balo qazo musibatlarga yo'liqadiganligi, nurg'un sinoqlarga yo'liqadiganligi haqida so'zlangan ekan. Shuni qarata mo'minlar hamda Allohning yordami kelgunga qadar sabr qilishningki muhimligi. Mavo kafirlarninki shu kuprda chin turishning sababi bo'lsa, ularning dunyoni yaxshi ko'rganligining sababi bilan bo'lganligi haqida so'zlangan. Bu oyatda Alloh taolo deydi: "Estaizu billah, kana an-nasu ummatan wahida, فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم." Yani insanlar dastlabda bir ümmet yani haqdan idi. Keyin ularning ba'zi iymon etib, ba'zi iymon etmay ixtilof qilishdi. Alloh mu'minlarga jannat bilan xushxabar berguchi, kuffarlarni do'zaxdan ogohlantirguchi payg'ambarlarni avatdi. Alloh kishilarning ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqarish uchun ularga haq kitobni nozil qildi. Faqat kitob berilgan kishilarla o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin o'zaro hasad qilishib, ya'ni kofirlar mu'minlarga hasad qilib, kitob to'g'risida ixtilof qilishdi. Alloh o'z irodasi bo'yicha mu'minlarni ular, ya'ni gumrohlar ixtilof qilishgan haqiqatga hidoyat qildi. Alloh xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi deydi. Ya'ni kanin nasu ummatin vahida degan dastlabda insonlar iymonning ustida edi. Bir millat edi degan iymonning ustida edi. E, Ya'ni islom dindan iborat bir millat, bir din, bir aqida, bir shariatning ustida shundoq edi. Keyin ular o'zaro oralarida ixtilof qilishgandan keyin Alloh taolo xush bishorat berguchi va ogohlantirguchi payg'ambarlarni ularga avatgan. Ya'ni mubashirin degan iymon etganlarga jannat bilan bishorat berguchi, kofir bo'lganlarga Allohning birlik borligini taniganlarga do'zax bilan ashuna insonlarni do'zax bilan ogohlantirguchi payg'ambarlarni avatdi va ularga kitobni tushirdi. Ya'ni kitob degan kitoblar degan ma'noda deydi. Ya'ni ba'zi payg'ambarlarga Alloh taolo shunday kitobdan tushirgan endi. Birli payg'ambarga emas, 20 necha payg'ambarga kitob tushirgan deyildi ekan. Bil haqqi, ya'ni haq bilan avatdi. Ya'ni bu bil haqqi degan anzalaga mutaalliq deydi. Ya'ni anzala bil haqqi demoqchi. Nima uchun degan chog'da hukm qilish uchun
u payg'ambarninki osh kitob bilan kishilarning orasida ular ixtilof qilishgan narsada. Ular ixtilof qilishgan shu din borasida hukm qilish uchun, to'g'ri bir hukm chiqarish uchun. Va maxtalafa fihi. Bu din borasida ixtilof qilmadi, faqatla kitob berilganlar. Ya'ni ahli kitoblar ixtilof qilishdi. Ularning ba'zi iymon etib, ba'zi kufrlik qildi. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Ularga ochiq hujjatlar kelgandan keyin, ya'ni tavhidga dalolat qilgan oshkora ro'shan hujjatlar kelgandan keyin min bo'lsa ixtilafaga mutaalliq turadi. Min ba'di ma ja'a degan min ixtilafaga mutaalliq. Bu min va mindan keyingi mushu so'zlar, ya'ni min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat degan ma'no jihatda istisnoga ilgari qilindi. Illallazina utuhu degan istisno lafziy jihatda boshqa kelgan bo'lsa-mu, lekin min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat degan istisnoning oldida bo'ladi ma'no jihatdan deydi. Ya'ni ixtilof qilishmidi u din borasida ro'shan hujjatlar kelgandan keyin faqatla shu kitob berilganlar ixtilof qilishdi demoqchi. Ma'no jihatda mushtaqqa. Bag'yan degan adovat qilib, o'shmanlik qilib, o'zlarining orasida, ya'ni zulm qilib demoqchi. Bag'yan degan. Bu kofirlar işte bir zulm qilib ashta qildi. Fahadallohu allazina amanu limaxtalafu fihi minal haqqi biizni. Endi hidoyat qildi Alloh taolo iymon etganlarni ular ixtilof qilishgan narsaga. Ular ixtilof qilishgan shu haq. Ular asli ixtilof qilishgan bo'lsa-mu, u ixtilof qilishgan narsa aslida haq. U nima şimdi? Haqiqat u. Haqiqat borasida ixtilof qilishgan. Alloh taolo mo'minlarni ahli kitobda ixtilof qilishgan narsaga, haqiqatga boshlab qo'ydi o'zining irodasi bilan. Alloh taolo o'zi xohlagan odamni mustaqim yo'lga, to'g'ri yo'lga boshlaydi. Men yasha degan Alloh hidoyat qilishni xohlagan, o'zi kimni hidoyat qilishni xohlagan bo'lsa, o'sha odamni mustaqim to'g'ri yo'lga boshlab qo'ydi dedi. So'nashqa biz hammaylan har qanday mo'min Alloh taolodan bizlarni shu to'g'ri yo'lning ustida hidoyat ustida mustahkam qilishini so'rab duo qilishimiz kerak. Allohumma ihdina fi man hadayt. Degan shu. Bu hidoyat ezib ketish hammasi Allohning qo'lidagi ishlar. Vallohu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim degan mush oyatdan bir tavhid borisidagi bir hukmni bilib olamiz. Ya'ni hidoyat ezib ketish hamma narsa Allohning qo'lida. Alloh xohlagan bandasini to'g'ri yo'lga boshlaydi, xohlagan bandasini to'g'ri yo'ldan burib o'tadi. Har qanday odamningki qalbi Alloh taolaning, Rahman taolaninki ikki barmoqining orasida debdi. Alloh xohlagancha u ham bu ham o'rib yuradi, ko'rib turadi degan. So'nashqa Allohumma ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dinik deb duo qilib turishimiz kerak ekan. Ey qalblarni o'rib ko'rib turuvchi Alloh, mening qalbimni diningning ustida mustahkam qilgin. Endi mana keyingi oyatda Alloh taolo shu ba'zi payg'ambarlarga iymon etgan mo'minlarga nurg'unlagan musibatlarning, sinoqlarning kelganligini so'zlaydi ekan. Yine musulmonlarga yetgan shu musibatlar haqida nozil bo'lgan edi. Payg'ambar alayhissalom davridagi sahobalarga nurg'unlagan shunda qiyinchiliklar, kofirlar tarafdan aziyatlar kelgan chog'da shuni qarata shu oyat nozil bo'lgan demoqchi. In am hasibtum an tadkhulul jannah ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Yoki yumshadi bel ma'nosida deydi. O'ylamsizlar, balki yana sizlar o'ylamsizlar jannatga kirishni. Holbuki kelmadi sizlarga sizlardan ilgari o'tganlarga kelgan narsaning o'qishi. Sizlardan ilgari o'tgan mu'minlarga kelgan musibatlar, sinoqlar kelmay turib, sizlar jannat kiramiz deb o'ylamsizlar. Jannat kirishni oson deb o'ylamsizlar. Şuna ilgirki aşı müminler sabır kılgan okşa sizlermi sabır kılışınlar gerek. Sabır kılınlar. Messethum
yetgan edi ularga, shu ilgirki mo'minlarga al-ba'sa, ya'ni qattiq qiyin peqilliq va darro degan kasallik yetgan edi. Va tavrit va zulzilu degan uz'iju bi anva'il bala degan gapkin. Turlik balo musibatlar bilan ular shunda bir orom tavritib etilgan edi. Uz'iju degan yana bir orom qilingan edi demoqchi. Ular qattiq shundoq musibatdagi yo'liqqan edi. Hattoki deb ketgan edi payg'ambar va payg'ambar bilan birga iymon etgan mo'minlar yordamni osti sanag'anlikdan deydi. Yordam nihoyat osti kelganlik sababdan yordamning kelishi yine baldır kelmagandek bo'lganligi uchun ularga qiyinchilik shu musibatlarning yuqori eng yuqori chekka yetganligi uchun Allohning yordami qachon keladi? Alloh bizga va'da qilingan Allohning yordami qachon keladi degan edi. Shunga ularga Alloh tarafdan shunday javob berildiki: "Ala inna nasrullohi qarib." Agah bulunlarki Allohning yordami yaqindir. O yordamning kelishi yaqindir deydi. Massatum degan jumla jumlatun musta'nafetun mubayyinatun ma qablaha debdi. Yani ilgirki baştaki cümleni bayan kıldıgan yanıdan başlangan cümle. Yani aldığın cümleye münasebetlik aldığın cümleni bayan kılıdı lekin özü yanıdan başlangan cümle demekçi. Yakula degan yakula yakulu deb nasb bilan va rafi bilan mudov qilgan. Demak mushoyat binoan endi shuni bilib olishimiz kerakki Allohga imoon etgan mo'minlarning nurg'ulg'an ashta qiyinchiliklarga musibatlarga yo'liqishi bu bir qonuniyat Allohning qonuniyati. Ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma allazina yalunahum deb hadisda bor ash mazmunda. Eng qattiq musibatga yo'liqadiganlar payg'ambarlar undan keyin qarasa undan keyin tuvan turdiganlar undan qarasa undan tuvan turdiganlar deb. Bir odamniki iymoni qancha kuchli bo'lsa Alloh taologa qanchalik iymoni kuchli bo'lgan sari Alloh taolo uning iymonini sinash, texim tavlash uchun ashta musibatlarni avatgan gapkanimni. Shuning qarta har qanday mu'min mana har zaman Allohninki bir sinoqlar kelib qilish mumkin. Shu sinoq kelib qolsa, men shuning qarta sabr qilishim kerak deb bir ideyaviy tayyorlik olib turish kerak. Ideyaviy tayyorlik olib turish kerak yo'q, lekin musibatning kelishini tilash yaxshi emas hamda. Payg'ambar alayhisalom bir hadis shundoq kelganimda. Hadisning mazmunida Payg'ambar alayhisalom va sahobalar bilan bir kasal bo'lib qolgan, og'rib qolgan sahobani yo'qlab kelgan chaqda u og'rib qolgan sahoba endi uning kasallikning sababidan qattiq og'rib, kichiklab bir chujakdek bo'lib qolgan ekan deydi. Shuni Payg'ambar alayhisalom unidan so'rabdi. Sen Alloh taoladan bir narsani tilab duo qilganmiding desa, u kishi shunday degan ekan. Men endi Allohdan shu oxiratda men berilgan jazo bo'lib qolsa, men oxirat qoldirmay mush dunyodamla jazolavatgan degandek ashta duoni qilgandim degandan keyin payg'ambar alayhissalom uningga sen unda duo qilgan o'rniga Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar deb ma duo qilsam bo'lmamdi. Endi ma duo duo bo'lgan ekan bandiga nimaning yaxshi nimaning yomonligini Alloh taolo o'zi biladi. Bilgan bo'lgan ekan Alloh sana shu bir yaxshilikni berdi emasmi demoqchi bu odamni. Shunday degan ekan. Shu Alloh taolodan sallallohu afiya degan bo'yicha Allohdan har zaman salomatlik, ofiyat, tinish, omonlikni so'rab turish kerak. Shunday bo'lsa-mu, ba'zida beshimizga mu'min bo'lgandan keyin Allohniki sinoqlar kelib qolsa, unga sabr qilamiz. Endi keyingi oyat Alloh taolo nafiq qilish, qandoq odamlarga nafiq qilish kerak haqida so'zlaydi ekan. Yana bu nafla sadiqa qadamdi. Yes'alunaka ma'za yunfiqun. Ey Muhammad alayhissalom, ular sendan nimani nafiq qilish to'g'riliq so'raydi. Nimani xajlash to'g'riliq. Bu yerda buni so'rg'uchi Amr ibn al-Jamuh degan sahobiy deydi. U mol dunyosi shundoq ko'p bir shayx bo'lib, u payg'ambar alayhissalomdan nimani nafiq qilganligi va kimlarga nafiq qilganligi haqida so'rgan edi. So'rgandan keyin bu oyat nozil bo'lgan. Aytganki Muhammad alayhissalom ularga
ma anfaqtum min xayrin. Nimeniki xajlasanglar yaxshilikdan. Min xayrin degan ma uchun bayon deydi. Ma anfaqtumniki mani bayon qilib kelgan. Yaxshilikdan nimani xajlasanglar. Bu oznimi, ko'pnimi hammani o'z ichiga oladi deydi. Bu uningda yana savolninki ikki tarafining bir so'g'an nafiq qilingan narsani bayon qilish bor. Nima dey? Ularning so'rayotgan savoli ikki nuqtani o'z ichiga oldi demoqchi. Biri nafiq qilgan mol, nimani nafiq qilamiz? Yana birisi kimlarga nafiq qilamiz degan ikki nuqta bor demoqchi. Shu ikki nuqtaning birisi nafiq qilingan mol. Shuni bayon qilish bor. Buning qarta endi savolning yana bir tarafi bo'lgan shu pul mollarni sarf qilingan joyga qarata Alloh taolo shunday javob berdi deydi. Falil validayni val aqrabin. Sizlar nimaniki yaxshilikdan nimani nafiq qilsanglar, u ota-onalar uchun, yaqin tuqqanlar uchun, yetimlar uchun, miskinlar uchun va musofirlar uchundir. Ular mushu nafiqiga texmi loyiqdir. Va ma taf'alu min xayrin. Endi nafiqadan, yaxshilikdan qandayki bir yaxshilikni qilib qolsanglar, nafiq qilish bo'lamdi, ya'ni pul mol xajlash va undan boshqa har qanday bir yaxshi ishni qilib qolsanglar, Alloh taolo uni bilib turguchidir. Yani Alloh taolo uni bilib turgandan keyin u hargiz zoye bo'lib ketmaydi. Sizlarning qilganinglar hargiz zoye bo'lib ketmaydi. Alloh taolo shuni qarta sizlarga mukofot beradi. Aynen. Endi mushu oyat binoan e, bir qancha ma'nolar chiqar ekan endi. Biri oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, har qanday bir nafiqni qilsak, oshni qarta Alloh taolo savob beradi debdi. Agar shuning bilan Allohning roziligini ko'zlagan bo'lsak, bu endi nafl sadaqa va farz sadaqaning hammani o'z ichiga oladi deydi. Endi farz zakot degan uni berish, e, uni berishga har qanday bir musulmon qilib qutlanmaydi. Endi nafl sadaqani oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, e, uni qilib tursak, Alloh taolo unga savob berar ekan endi. Allohning roziligi ko'zlanganlar bo'lsa. Yana birisi nafiq qilishga eng loyiq odam, eng nafiq qilishimizga eng loyiq bo'lganlar, eng yaqin tuqqanlar, undan keyin qolsa, undan yaqinroqlar deydi. Alloh taolo falil validayni val aqrabin deb keltirgan ekan. Ota-ona bizga eng yaqin, undan keyin qolsa, boshqa tuqqanlar yaqin endi. Payg'ambar alayhisalom hadisda ibda biman ta'ulu ummik va abaka va uxtaka va axoka va adnaka fa adnaka demanda keltirgan deydi. Sana sen beqishqa igidorchilik qilgan kishilardan boshlagin. Oldi bilan onangdan, ondan dadang, ondan hemşirelerin va qarindoshlaring, undan keyin undan yaqin bo'lganlar, undan qolsa undan yaqin bo'lganlar deb bunda hadis keltirgan deydi. Hadis shuni bayon qilib bergan. Endi uchinchi nuqta bu oyatda e, bola chaqalarga, shu ota-onamizga va yaqin urug' tuqqanlarga nafiq qilishni vojibligiga bir dalolat qilish bor debdi. Agar shu ota-onalarimiz bizni beqishimizga muhtoj bo'lib qolsa, cho'qim ularni beqishimiz vojib endi. Endi ota-onalarga zakot berishga bo'lmaydi. Ota-onalarimiz ularni beqish majburiyatimiz bo'lganligi uchun ularga zakot berish, zakotimizni ularga bersak durust bo'lmaydi. Zakotga loyiq bo'lsin. Lekin o'zimizniki och singillari, aka-ukalari degandeklarga o'zimizning bir tuqqan och singillari, aka-ukalari bo'lsin, ularga zakotga loyiq bo'lib qolsa, zakot bersak durust bo'ldi ekan. Zakotni bergandan sirt, ularga nafl sadaqa qilsak, yana ehtiyojlar bo'lsa qamdab qolsak, qamdasak, buningki savobini Alloh taolo oxiratda hasilab qo'ydirib turdi. Alloh taolo hammalarni o'zining shu shariatiga amal qilgan mu'minlarning qatoridan bo'lishimizni nasib qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.